Hurmatli obunachilar, yana navbatdagi dasturchamiz yana xudo xolasa Bag'ot tumani, Xiva tumani va Urganch tumanlaridan xudo xolasa yetkazib beramiz. 300 kvadratli yuqorida yana ekonomik yo'limiz, verxniy gareniya, eshiklardan foydalanadi yana. Bunda yana yangilik qildik yana. Bu 35 kilovatli yuqorida yana katolimiz ham mashina shuni qo'yib ishlab berdik yana. Buni hozir ochilmaydi. Shuni qo'yib ishlab berdik. Bu ertaga xalaqit bermaydi. Cho'yilish o'tgani yetalab, bu yoqda irisini, bu yoq tarafda meydasini yoqib. Shu o'zimiz ishlab o'tirgan katolni shuni o'zini ishladik. Yana bellardan ham so'ylanadi buni. Faqat lisa emas bu. Mana ishlatib ishlab berdik buni. Xudo xolasa olib borgandan keyin video davomini qo'shib beramiz. Yetkazib keldik-da, xudo xolasa ko'rib boraverasizlar. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol shu pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ishlab berishga harakat etamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Obuna bo'lib qolish esingizdan chiqmasin. Like'larni bosib turinglar, podpishka qilib, qo'llab-quvvatlab